Metal Mart endi Qarshida. Yangi qurilish boshlagan boy akalarimiz uylar ichki qismiga nerjavekadan tayyorlanadigan perila mahsulotlari va derazalar uchun panjaralar mavjud. Bu joyda perila mahsulotlarining turlari juda ham ko'p ekan. Aynan Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan premium klassdagi zina tutqichlar ham mavjud ekan. Bemalol kelib, buyurtma bersangiz tez va sifatli tayyorlab berishar ekan. Orqamda turgan Xitoy mahsulotlari bo'lgan keng assortimentdagi stullar ham mavjud ekan. Arzon variantdagi stul kerak deganlar uchun arzon variantning ham turli xillari mavjud. Bemalol kelib, o'zingizning restoran va kafengiz uchun xarid qilishingiz mumkin. Neoklassika uslubidagi zalda juda ham premium klassda remontlar amalga oshirdi. Endi sizga neoklassika uslubidagi mebellar kerak bo'ladi. Mana bu mebellardan foydalansangiz, istalgan turdagi razmerlarga yasab, olib borib ustonovka qilib berishadi. Qarshi shahrida o'z ish faoliyatini davom ettirayotgan usta akalarimiz uchun ham ajoyib yaxshi taklifimiz bor. Ushbu yerga tashrif buyurib, barcha turdagi mahsulotlarni, nerjaveka mahsulotlari bo'ladimi, aksessuarlari, undan tashqari svarishni apparat, qanaqa instrumentlar kerak bo'lsa, hammasi optim narxlarda bo'ladi. Restoran, kafe, butiklar bor. Rebranding qildirmoqchilar, arzonchiroq mahsulotlar uchib qolmaslik uchun Metal Martga murojaat qilib, mana shunaqa premium klassdagi vishilkalardan olib, rebranding qildirsanglar, statusga ega bo'ladi. O'zingizlar agar kafega keladigan bo'lsa, moyka, stol, stul, undan tashqari rабочий zonalarni juda ham premium klassda tayyorlab berishadi. Nerjaveka Metal Mart lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, komandaga ketaverishda formulaning yonginasi joylashgan. Tanlovda adashmang. Hammanglarni kutib qolamiz.